Mashina bozordagi ishlarga qiziqsangiz, bugungi ma filmimizni ko'rib beqing. Mashina bozorga shu 5-6 odam kelib, mashina sotib oladigan qarindoshlarga deydiganim 5-6 tanglar kelsanglar bo'ldi. Sizning urug' tuqqanlaringiz, do'stlaringiz sizni shu yaxshiroq bir mashina olskan, bir qo'yilib ketmiskan deb birlikda keladi, vaqtini ajratib. Ammo lekin mishaga kelgan chaqda o'zingizning nima elishini o'zingiz bilmay qoldi ekansiz-ku. Bir kun, 2 kun, hatto bir hafta chugilab, oxirida zirikib ketib, shu udil kelgan mashinadan birini elib, qo'yilib ketadigan bir ish bo'lib qoldi ekan. Shunga mening deydiganim, siz qanday mashina sotib olsangiz bo'ladi. Buni siz avval o'zingiz bekitasiz. Sizning yanchig'ingizda nech pul bor? Bank xaz qilib qolsangiz siz nech pul maosh olasiz? Deganlarni siz faqat o'zingizda bilasiz. Sizning urug' tuqqanlaringiz, sizningki do'st birodarlaringiz sizga men mashina epsa, men 5000 ko'y beray. Men qetib evag'in deyolmaydi. Chunki shu hamma odamning uyida turmush bor. Andan bank xaz qilib qolsangizmi, shu bank xazni faqat siz o'zingizla to'laysiz. Siz bilan birlikda kelgan urug' tuqqanlaringiz, do'st birodarlaringiz to'lashib berolmaydi. Shunga bu ikkinchi qo'l mashina sotib olgan chaqda bir ishlarni bek murakkab o'ylab olmay, o'zimizning amaliy ahvoli qarta, o'zimizning yanchig'imizdagi pulga qarta, oladigan maoshimizga qarta mashina tanlashni so'rayman. Bir oyda 3000 ko'y maaş ep qalsanız 30.000 koy öpçörüsü maşını setip alsanız boludu. 20-30.000 koyluq maşına sizning hacitinizden çıqalaydı. 5.000 koy öpçörüsü de maaş ep qalsanız 30.000 koyunun töpsüdeki 40-50.000 koyluq maşını setip alsanız boludu. Ticaretçi bop qalsanız aylıq kiramınız bir 10.000 koydan yuqur bop qalsa 50.000 koyluq maşının töpsüdeki maşını setip alsanız boludu. Bir qism qarindoshlarimiz o'zining topadigan puli turmushiga aran yetayotgan turuqliq 100.000 koyning o'pchirsk mashinani tanlab turib oldi ekanmiz. Mandaqaroq mashinani yaratmaydi ekanmiz. Shun cho'nglarimizning deydigan gapi va yotqanga qarab pusun deydigan gap bor. Nemiga qurbatimiz yasa, shuning tushliq ish qilsaq bo'ldi. Qiziqqanlik bilan sendim men qalamtim deb palan pulliq mashinani ep qo'yib 4 kunda dasmiy g'altak chiqib qoladigan, bank xazini to'layolmay ximindan qilib mashinamizni bank tarafdan akitadigan, necha yilgacha xona vayron bo'lib yuradigan ish chiqib qoladi. Shunga eng yaxshi mashina degan qaysi desak, mushu yanchig'ingizga to'g'ri kelgan, qor yomg'irda qo'yib qo'ymagan, sizni ishqa vaqtida olib kela olgan shu mashina eng yaxshi mashina.